Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar. Ayni paytda biz O'zbekiston 24 telekanali tomonidan Samarqandda o'rnatilgan studiyadan to'g'ridan-to'g'ri jonli efir orqali bog'lanyapmiz. Xabaringiz bor, 4-aprel kunlari Samarqand tarixiy bir sammitga, yirik anjumanga mezbonlik qiladi. U ham bo'lsa Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammiti. Kelajakka investitsiyalar shiori ostida o'tkazilishi maqsad qilingan ushbu sammit ishida Yevropa Kengashi, Yevropa Komissiyasi prezidentlari, shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va shuningdek yirik nufuzli tashkilotlar rahbarlari ham ishtirok etishi maqsad qilingan. Kun tartibiga muvofiq Markaziy Osiyo davlatlari va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi ko'p tomonlama sheriklik va do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlashga oid bo'lgan muhim kelishuvlarga erishish maqsad qilingan. Ular orasida esa tabiiyki energetika yo'nalishidagi hamkorlik va bu yo'nalishdagi yo'lga qo'yilgan hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash ham kun tartibidagi asosiy vazifalardan biri sifatida qayd etilishi aytilyapti. Va bugun biz studiyamizga ayni shu maqsadda demak amalga oshiriladigan ishlar va erishilishi ko'zda tutilayotgan kelishuvlar haqida suhbatlashish maqsadida studiyamizga O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Jo'rabek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Jo'rabek aka. Biz keling dastlab o'sha energetika yo'nalishidagi hamkorlikning eng asosiy mavzusi, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari ishtirokidagi Qora va Kaspiy dengiz yordamidagi yashil strategik yo'lakni barpo etish loyihasi bo'yicha suhbatlashsak, bu bemalol aytishimiz mumkin tarixiy loyiha bu. Mana shu tarixiy loyiha orqali biz Yevropa bilan qanday energetik hamkorlikni amalga oshira olamiz? Assalomu alaykum, men Ulug'bek. Darhaqiqat avvalambor shu sammit o'zini aytadigan bo'lsak, haqiqatda bu tarixiy sammit desa bo'ladi, sababi Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikning kengaytirilishi. Bu yerda eng avvalambor investitsiya yo'nalishi, shu jumladan energetik yo'nalishda ham hamkorlikni kengaytirish eng dolzarb mavzulardan biri desa bo'ladi. Buni avvallari hattoki o'ylab ham ko'rmaganmiz. Buni qanday erishildi desa, eng avvalambor o'sha prezidentimizni olib borayotgan siyosatlari. O'sha mana Euronews kanaliga ham bergan intervyularda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, eng avvalambor Markaziy Osiyodagi hamkorlik, bu yerdagi ziddiyatlarni hal etish natijasida o'rnatilgan o'zaro teng hamkorlik va bu yo'nalishdagi yangi loyihalarni muhokama qilishga yaratilgan imkoniyat deb aytsa bo'ladi. Agarda tarixga qaraydigan bo'lsak, umuman o'sha Yevropaga bo'ladigan loyihadan oldin biz eng avvalambor hududimizda hamkorlikni o'rnatdik. Bu qanday hamkorlik? O'zbekiston hozirgi kunda deyarli barcha Markaziy Osiyodagi davlatlar bilan energetik hamkorlik olib boryapti. Bu elektr energiya importi, eksporti, tranzit olib borilyapti. Turkmaniston, Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston deyarli barchasi bilan bu hamkorlik o'rnatildi. Hozirgi kunda bu yanada yangi cho'qqilarga chiqyapti. Sababi biz nafaqat elektr energiya savdosi bilan, balki yangi yirik investitsiya loyihalarini muhokama qilyapmiz. Avvallari muhokama qilib bo'lmagan. Va keyingi bosqich o'laroq hozirgi kunda shuni aytib o'tish kerakki, mana shu avvalambor mintaqamizda o'rnatilgan hamkorlik, mintaqamizda olib borilayotgan o'sha yaratilgan investitsiya muhiti natijasida qilinayotgan yangi loyihalarni ko'rib, shu Yevropa ittifoqi hozirgi kunda mana shu hududimiz bilan energetika sohasida avvallari investitsiya kiritgan. Bu Yevropa tiklanish taraqqiyot banki orqali amalga oshirilayotgan loyihalar bo'lsa, hozir endi Yevropa ittifoqi hududiga Markaziy Osiyoda ishlab chiqariladigan birinchi o'rinda yashil energiyani Yevropa ittifoqiga yetkazish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yilmoqchi va buni Bakuda bo'lib o'tgan COP29 sammitida muhtaram prezidentlarimiz imzolagan kelishuvga asosan hozirgi kunda ishlar olib borilyapti. Bu O'zbekiston, Qozog'iston hududida yangi yashil energetika quvvatlarini yaratish va Kaspiy va hamda Ozarbayjon, Gruziya hududlari hamda Qora dengiz suv ostidan kabel tortish orqali Yevropaga yashil energiya eksport loyihasi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda dastlabki texnik iqtisodiy asos ishlab chiqarishi boshlandi. Italiyaning CESI kompaniyasi ishlar ketyapti va umid qilamizki,
mana shu sammit doirasida bu yo'nalish yanada keyingi bosqichlarni ham muhokama qilamiz hamda uni jadallashtirish bo'yicha amaliy qadamlar tashlanadi degan umiddamiz. Yevropa tomoni tayyor bizdan yashil energiya olishga. Albatta. Ko'rib turibsizlar, hozirgi kundagi Yevropa ittifoqidagi energetikaga bo'lgan talab, ularni diversifikatsiya qilish va umuman shu yo'nalishda boshqa istishliklarni, ya'ni boshqa manbalarni qidirishyapti. Shu yo'nalishda hududimizni katta potensialdan unumli foydalanish imkoniyati deganim. Endi mutaxassis sifatida aytsangiz, Jo'rabek aka, biz mana shu loyihalarni, tarixiy loyiha bu, so'zsiz tarixiy davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 10 yil oldin ham tasavvur ham qilib bo'lmasdi-yu, to'g'rimi? Men agar e'tibor bergan bo'lsangiz, boshida aytdim, 10 yil oldin nafaqat tasavvur, balki bu narsani gaplashish ham. Yevropa u yoqda tursin, qo'shnilar bilan buni temalarni gaplashishga imkoniyat bo'lmasdi. Bir qo'shni davlat tizimi shu suv energetika resurslari bo'yicha muhokama qilish uchun 3 kun, 4 kun faqatgina shu xat yozib, ruxsatnomani olish. Hozir prezidentlarimiz yaratib bergan sharoit tufayli biz kun ora ham kollegalarimiz bilan muhokama qilib boramiz. Va hattoki mana shu sammit doirasida 5-aprel kuni alohida panel sessiyasi bo'ladi. Deyarli barcha qo'shni davlatlarning energetika vazirlari va Birlashgan Arab Amirligi energetika va infrastruktura vaziri ham tashrif buyurib, nafaqat ular, balki shu Saudiya Arabistonining yirik kompaniyalari, Xitoyning yirik kompaniyalari, IRN xalqaro tashkiloti ham tashrif buyurishi va shu panel sessiyada ushbu hamkorliklar, ushbu yangi investitsiya loyihalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Yana bir e'tiborli jihat, Ulug'bek aka, Jo'rabek aka, aynan davlatimiz rahbarini yaqindagina Fransiyaga amalga oshirgan davlat tashrifi davomida ham erishilgan kelishuvlar, ya'ni qiymati 10 milliard yevrodan ortiq bo'lgan turli yo'nalishlardagi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikda ham energetika yo'nalishidagi loyihalar ham ko'zga tashlandida. Bevosita aytishimiz mumkinki, mamlakatimizning janubiy hududlari hisoblangan Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bevosita Fransiya kompaniyasi bugun suv yetkazib berish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish ham. Bu ham siz yuqorida aytib o'tganingiz singari bir necha yillar oldin tasavvurga sig'maydigan loyihada. Chunki O'zbekistonda amalga oshirilgan o'sha tashqi pragmatik siyosat, davlat rahbarining ochiqlik siyosati, shu bilan bir qatorda nafaqat qo'shni davlatlar, balki Yevropa ittifoqi bilan, Yevropa davlatlari bilan yo'lga qo'yayotgan do'stlik aloqalarining natijasida, to'g'rimi? Albatta. Masalan, energetika yo'nalishida ham agarda qaraladigan bo'lsa, hozirgi kunda bizda Fransiyaning EDF kompaniyasi, bilasiz, dunyoning eng yetakchi kompaniyalari ikkita hududda yirik issiqlik elektr stansiyalarini qurishda ishtirok etyapti. Germaniya Siemens Energy kompaniyasi ham uskuna yetkazib beryapti ham. Bilasizmi, oldinlari shu kompaniya faqat bir texnologiya yetkazib beruvchi, pudratchi sifatida ko'rilgan bo'lsa, hozirgi kunda ushbu kompaniyalar investor sifatida, ya'ni o'sha investitsiya muhitiga ishonganligi, olib borilayotgan siyosat va bir narsani e'tibor berish kerakki, bu ushbu amalga oshirilayotgan loyihalar uzoq yillik, ya'ni 25 yilga kafolatlangan oldi-sotdi, elektr energiya oldi-sotdi shartnomasi bor. Ya'ni bular olib borilayotgan siyosatni istiqbolga ishongan holda uzoq muddatga hududimizga kirib kelyapti. Nafaqat issiqlik elektrostansiyasi, mana o'sha Total Energies yoki Valtaliya kabi Fransiyaning yetakchi kompaniyalari hozirgi kunda quyosh elektrostansiyalarini mana bevosita Samarqandda dastlabki ishga tushirilgan 100 megavatli quyosh elektrostansiyasi ishlatilyapti, foydalanilyapti. Xorazmda qurilyapti. Mana yangi gibrid o'sha quyosh, shamol hamda bakteriya saqlash tizimlarini qurish bo'yicha ham o'sha prezidentimizning tashriflari davomida erishilgan kelishuv bo'yicha bu fransuz kompaniyalari bilan amaliy ishlarni boshlayapmiz. Nafaqat bunda, balki masalan engineering sohasida, ya'ni mutaxassislarni tayyorlash, loyihalash ishi bo'yicha mana Fransiyaning Assistant kompaniyasi bilan qo'shma korxona tuzganmiz. Ya'ni bu investitsion loyihalar, bu kadrlarni tayyorlash loyihalari, umuman o'sha bevosita mana sammitda asosiy temasini ko'radigan bo'lsangiz, kelajakka investitsiya deyapti. Ya'ni bu energetikaga, yashil iqtisodiyotga kiritilgan investitsiya, bu bevosita kelajakka investitsiya deb hisoblaymiz. Jo'rabek aka, davlatimiz rahbari Euronews'ga bergan eksklyuziv intervyularida alohida qayd etdilar, kelgusi 5 yilda O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalarini 54% ga yetkazish masalasi. Va bu masalada ham biz so'zsiz aytishimiz mumkin, bugun mamlakatimiz dunyoda
yetakchi, ya'ni yashil energiyaga o'tish masalasida va siz hozir aytib o'tgan loyihalar ham buni yanada ko'paytiradi. Albatta, bu hozir aytib o'tgan loyihalarimiz bu bir qismi. Chunki sababi bu Fransiya, Germaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Qatar, Xitoy, Yaponiya davlatlarining yetakchi kompaniyalari ishtirokida olib borilayotgan mana prezidentimiz alohida farmon qarorlari qabul qilingan shu yashil energetikadagi loyihalar bo'yicha bu 25 gigavatga yaqin quvvatlarni yaratish. Bular tizimli amalga oshirilyapti. Nafaqat amalga oshirilyapti, mana bugungi kunda quyosh va shamol generatsiyasidan mana shu yaqin kunlarda 3000 megavatgacha kunduzlari bizda generatsiya, ya'ni 3000 megavatgacha ishlab chiqarishga erishildi. Bu degani kunda umumiy bir kunlikni 20% gacha yetyapti. Ya'ni o'sha prezidentimiz qo'ygan vazifa bu 54% ga yetkazish. 30-yilgacha albatta bu amalga ham oshirsa bo'ladi, ham amalga oshiramiz. Bunga imkoniyat, nafaqat imkoniyat, bunga yaxshi hamkorlarimiz ham bor va buni mana shu sammitda yaqqol isboti bo'ladi deb o'ylaymiz. Va yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz yashil loyihalarni mintaqa doirasida amalga oshiryapmiz. Qo'shni mamlakatlar bilan qilyapmiz. Bunaqasi ham hali bo'lmagan. Albatta, mana o'sha mana yaqinda Xo'jandda bo'lib o'tgan uchta davlat prezidentlarimizning uchrashuvlari, bu do'stona uchrashuv, hamkorlikka biz energetikada boya aytib o'tdim, biz agarda yirik loyihalarni muhokama qilishni boshlagan bo'lsak, hozirgi kunda shu yashil energetika bo'yicha ham birgalikda loyihalar amalga oshirishga kelishdik. Bu quyosh shamol stansiyalarini birgalikda qurib, qo'shni davlatlar hududida va birga o'zaro buni elektr energiyasini savdo ayirboshlash yo'lga qo'ymoqchimiz. Albatta, Jo'rabek aka, tashrifingiz, bildirilgan fikrlar uchun tashakkur bildiramiz. O'ylaymizki, mazkur nufuzli sammit davomida ham erishiladigan energetika yo'nalishidagi bevosita kelishuvlar, ilgari suriladigan tashabbuslar nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa hayoti uchun muhim bo'lgan loyihalarga asos bo'ladi va bu mamlakatlarimiz aholisi uchun ham, ularning farovonligini oshirish uchun ham xizmat qiladi. Albatta. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz Samarqand shahrida o'rnatilgan studiyadan to'g'ridan-to'g'ri jonli efir orqali bog'lanib boryapmiz va biz 3-4 aprel kunlari Samarqand mezbonlik qiladigan yirik anjuman, tarixiy anjuman desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti doirasidagi eng qaynoq voqeliklarni demak ma'lumot berib borishga harakat qilamiz va ushbu studiyamizga xalqaro ekspertlar, mutaxassislarni jalb etgan holda ushbu jarayonlarni yoritib borishga harakat qilamiz.